Narmanniki. Xo'p, aziz do'stlar, Barbershop akalarimizni kreslolarini bez kreska tayyor holati. Ko'rib turganlaringdek, xudo xolasa hozir bu yerda 6 tachami, undan tashqari yana zaka topganimiz bor. 3 tasiga zaka solib qo'yganmiz. Ko'pchilik telefon qilishyapti, aka tayyor bormi, hozir chiqarib yuboring deganlar. Tugab qolgan. Birin-ketin tayyorlab chiqarib yuboryapmiz. 3 tasiga zaka solib, qolgan 3 tasiga hozir aloqaga chiqadiganlar bo'lsa, tayyor qilib 3 kunda kraskasiga tayyor qilib chiqarib yuboramiz. Bez kraska holatini ham tayyorlash jarayonini sizlar uchun lavha qilib ko'rsatmoqchi bo'ldik. Ya'ni zakaz qilganlar ham tayyor bo'lishyaptimi degan ma'noda, ya'ni aloqaga chiqqanlar, yo'q hali tayyor emas, zakaz bersangiz tayyorlab jo'natib yuboramiz desak, qanaqadir sal ishonchsizlik bo'lmasligi uchun sizlarga tayyorlash jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Operator bitta ko'rsatib o'rasiz. Nasoslari, ishlash prinsiplari, yangi listdan, yangi instrumentlardan xudo xolasa tayyor bo'ladi bu narsamiz. Bunga ham endi ozgincha mehnat qilinyapti do'stlar. Bu oddiy magazindan sotib olib, yig'ib sizga berib yuboradigan mahsulot emas. Svorka qilinadi, kesiladi, teshiladi, qiriladi. Shunga o'xshagan narsalarimiz tayyor bo'ladi. Kimga shunaqa barber stollarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar do'stlar. Sizlarga chiroyli qilib, chiroyli narxlarda yetkazib beramiz. Sifatli, ishonchli narxlarda.